Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Qirg'izistondagi elektro'chishlar haqida gaplashamiz. Qirg'izistonda elektr energiyasi tanqis bo'lish kutilayapti. Bu haqida Qirg'iziston energetika ministri Ibrayev To'qto'g'ul GESida suv zaxirasi ozligi sababli bu yil qish mavsumida elektr tanqis bo'lishi mumkin deb bayonot berdi. Suvning kamayib ketish sabablari haqida aniq gap aytmadi. Hukumat har yili suvning keskin kamayib ketishida xalqning tejamsiz elektr sarflaganlikda ayblashga harakat qiladi. Odamlar va xususiy korxonalarga turli cheklovlar qo'ya boshlaydi. Aslida esa GESdagi suvning kamayishi yoz faslida O'zbekistonga sotib yuborganliklari yoki mayning fermalariga elektr energiyasini cheksiz sotib yuborayotganidan suv kamayib ketgan bo'ladi. 2024-yili Qirg'izistonda kriptovalyutachi mayning fermalar umumiy elektr energiyadan 92.500.000 kWh iste'mol qilgan. Bu yil undan ham ko'paygan. Chunki Aqlbek Japarovni prezident aynan mayning kompaniyalarini Qirg'izistonga investitsiya qilish vazifasi bilan Xitoyga yubordi. Qozog'iston esa mayning fermalariga qarshi qattiq talab va qonunlar kiritib, mamlakatiga zarar keltirayotgan qonuniy va noqonuniy mayning fermalaridan tozalamoqchi bo'layapti. Juda ko'p davlatlar fuqarolari manfaatini ko'zlab, bu fermalarni yurtlariga kiritishmaydi. Qirg'iziston hukumati esa mo'may daromad evaziga mansablarni suiiste'mol qilib, fuqarolari uchun cheklovlar kiritib, ularning haqlaridan mayningchilarni arzon elektr energiyasi bilan ta'minlab kelyapti. Ministr Ibrayev Bakiyev davrida Shirshov tuzib bergan mamlakatdan elektrni o'g'irlash mexanizmini yana qaytadan ishga sola boshladi. Shirshov mexanizmida har yili xalqqa nisbatan suv tanqisligi sababli elektr energiya krizisi e'lon qilinadi. Ular suvni ham, elektrni ham ushbu mexanizm asosida egri yo'llar bilan sotib pulga aylantirishadi. Undan tushgan harom pullarni esa Maksim Bakiyev singari tashqi davlatga yashirishadi. Hukumat mayda korrupsiyachilarga qarshi kurash bilan xalqni chalg'itib, davlat miqyosidagi katta korrupsiya uchun sharoit yaratmoqchi bo'layapti. Unga qarshilik qilishi mumkin bo'lgan siyosatchi va siyosiy institutlarni korrupsiyaga qarshi kurash bahonasi bilan yo'q qilib borishayapti. Shuningdek, ularning rejalarini ochib yuborishi mumkin bo'lgan matbuot tizimlari, bloger va shaxsiy jurnalistlarni ham butunlay tiyib, qamab quvg'in qilishayapti. Hukumat xalq bilan yuzma-yuz qolganida xalqni aldaydi, unga zulm va xiyonat qiladi. Qirg'izistonda avtoritar rejimi kuchayib borgan sari O'zbekiston singari xalqqa elektr narxini ko'tarib, cheklovlarni kuchaytira boshlaydi. Yodingizda bo'lsa, O'zbekiston hukumatı qishning qattiq kunlarida odamlarni elektr va gazdan tiyib qattiq azoblagan. O'nlagan odamlar, yosh bolalar halok bo'lishgan. Lekin birortasi norozilik bildirib shikoyat qilgan emas. Ministr Ibrayevga murojaat qilib shuni aytamiz. Sening avvalgi xiyonatingni ham, hozirgisini ham bilib anglab turibmiz. Xalqqa yolg'on gapirayapsan. Xalqning haqqidan o'g'irlab, xo'jalaring bilan bo'lishayapsan. Xalqning haqqiga xiyonat qilishda davom etaversang, Kuntorning qalbaki yetakchisi Teniz Bolturukning kuni sening ham boshingga tushadi.